Ona bilan ota ildiz hisoblanadi. Ya'ni qanchalik ildiz mustahkam bo'lsa, ildiz qanchalik qattiq bo'lsa, daraxt shunchalik ko'karadi. Ona, nimaga javob beradi? Asosan ona munosabatga javob beradi. Demak, planetadagi o'sha bizni munosabatlarimiz, o'sha turmush o'rtog'imiz bilan munosabatimizga, onamiz bilan munosabatimiz javob beradi. Demak, onamiz bilan munosabatimiz qanchalik sevgida, qanchalik shartsizlikda, qanchalik qabul qilishda bo'lsa, demak, turmush o'rtog'imiz bilan ham munosabatimiz shunchalik sevgida, shunchalik yuqorida qabul qilishda bo'lar ekan. Onani roli nima? Onani roli planetaga keltirish, faqatgina o'sha planetaga o'tkazdirib bergandan keyin, shu onaga shunaqa mehr berilinganki, vazifa qilib topshirilinganki, farzandni o'sha o'rgatib, ulg'aytirib, o'stirib, unga o'rgatish. Ya'ni unga talab qo'yish, farzandni qulluq qilib ishlatish yoki farzandga talablar qo'yib tashlash, uni kontrol qilish, nazorat qilish emas uni vazifasi. Onani vazifasi o'rgatish. O'rgatish, ya'ni dunyoga keltirdi va har bitta narsani o'rgatish kerak. Ya'ni bu planetada qanaqa yashash kerak, planetada o'zi qanaqa, nimalar qilish kerak, nimalarni bilish kerak. Ya'ni erkinlikka chiqarish. Qushlar bolachasini uchishni o'rgatadi-da, keyin shu bilan ya'ni uchib ketadi, qo'yvoradi. Xuddi shunga o'xshagan, ya'niki planetada o'sha rol ijrosi o'rgatish, hamma narsani o'rgatish.